Assalomu alaykum. Mazkur muloqotimiz muhim siyosiy voqea Slovakiya Respublikasi bosh vazirining 8-10 iyun kunlari O'zbekistonga amalga oshirayotgan rasmiy tashrifga bag'ishlanadi. Bu tashrif O'zbekiston va Slovakiya o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Slovakiya Respublikasi bosh vaziri tashrif doirasida 4-Toshkent xalqaro investitsiya forumida ham ishtirok etishi kutilyapti. Ekspertlar ushbu rasmiy tashrifni ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichga ko'tarilishi, ayniqsa iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni chuqurlashtirish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega ekanligiga alohida urg'u beryapti. Studiyaga taklif etilgan ekspert mutaxassislarni tanishtirib o'taman. Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti raisi o'rinbosari Ibrohimjon Jo'raboyev hamda Jamoat xavfsizligi universiteti professori Bobur Valiyev. Xush kelibsizlar, muhtaram ishtirokchilar. Slovakiya Respublikasi bosh vazirining mamlakatimizga rasmiy tashrifi boshlandi. Tashrif doirasida albatta juda ham muhim bir tadbirlarning o'tkazilishi ko'zda tutilyapti. Men bermoqchi bo'lgan dastlabki savol ikki davlat o'rtasidagi siyosiy aloqalarga to'xtalib o'tsakda. So'nggi yillarda qanday bir muhim uchrashuvlar, kelishuvlar amalga oshirildi? Ikki davlat o'rtasidagi siyosiy muloqotlarni bunday takomillashib, mustahkamlanib borishining boisi nimada? Marhamat. Xo'p, O'zbekiston va Slovakiya o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va barcha jabhalardagi hamkorlik haqida gapirar ekanmiz. Bir necha qiziq holatlar bor, ya'niki bu ikki davlat o'z mustaqilligiga yaqin vaqt oralig'ida, ya'ni 90-yillarning boshida erishgan, ya'ni qaysidir ma'noda tengdosh. Bundan tashqari, O'zbekiston tashqi siyosatidagi ijobiy bir holatga e'tiborni qaratmoqchi edim, ya'ni O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida biror bir davlat bilan aloqa o'rnatishda yoki xalqaro munosabatlarga kirishda situativ yoki epizodik, ya'niki vaziyatdan kelib chiqib sun'iy aloqalarni qurishdan o'zini olib qochyapti. Ya'niki hozirgi darajadagi va boshqa davlatlar bilan davlat rahbarlari darajasidagi uchrashuvlarga yetib kelgungacha iqtisodiy sektorda, ya'niki tashqi ishlar vazirlari yoki iqtisodiyot vazirlari, oliy ta'lim masalasida barcha yo'nalishlarda hamkorliklar yaxshilanib, jipslashib, raqamlar ko'rsatkichi yetarli darajaga yetgandan keyingina biz tabiiy ravishda davlat rahbarlari darajasida uchrashuvga yetib kelyapmiz. Ya'niki tashqi siyosat yuritishda tizim bor. Bu juda quvonarli holat. Yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz shart deb o'ylayman. Biz O'zbekiston va Slovakiya rahbarlarining uchrashuvini mohiyatini tushunishimiz uchun biz bu vaziyatga kengroq qarashimiz kerak. Ya'niki hozirgi zamonaviy dunyoda har qanday oldingi vaqtdagi kabi farqli o'laroq davlatning qudratini uni faqatgina harbiy salohiyati belgilab bermayapti. Biz qudratli davlat deganda uni iqtisodiyot kuchiga qaraymiz, texnologik salohiyatiga qaraymiz va shundan kelib chiqib O'zbekiston hozirgi qudratli davlatlarning bir-biri bilan ziddiyati, tushunmovchiligi davrida o'zini siyosiy, iqtisodiy mustaqilligini saqlab qolish uchun turli mintaqalarda o'ziga hamkor qidirmoqda va so'nggi oylarda, yillarda ko'ryapmizki, Yevropadagi hamkorlarimiz soni tobora oshib boryapti. Va bizga Yevropa bilan aloqa qurishda ham tanlov kerak. Ya'niki biz birgina Italiya, birgina Germaniyaga tayanib qolmasdan barcha Yevropa davlatlari, ya'niki Yevropani tashkil qiluvchi 20 dan ortiq davlatlar bilan har biri bilan tengma-teng manfaatli pragmatik aloqalar o'rnatishga harakat qilyapmiz. Ya'ni xulosa qilganda Slovakiya O'zbekistonning shu tizimli siyosati, ko'p vektorlik, juda ko'p teng huquqli hamkorlarga ega bo'lish siyosatini bir misoli va davomi deb o'ylayman. O'z navbatida mana savdo-iqtisodiy hamkorlik ham mana yuqorida bir ajoyib bir fikrni aytdingiz. Oliy darajadagi uchrashuvga qadar mana shunday savdo-iqtisodiy hamkorliklar, investitsiya jalb qilish bilan bog'liq qator bir uchrashuvlar, hukumatlararo uchrashuvlar tashkil qilingan guvoh bo'lyapmiz. Keling, masalani mana shu jihatidan kelib chiqaylik. Hech bir davlat bilan o'z-o'zidan hamkorlik o'rnatilmaydi. O'zaro manfaatli hamkorlik bor bu yerda. Manfaat bor. Slovakiya uchun O'zbekiston kerak, O'zbekiston uchun Slovakiya kerak, agar jo'n qilib xalqona qilib aytganda. Bu keraklilik nimalarda aks etyapti? Qanday bir iqtisodiy hamkorlik bog'lab turibdi ikki davlatni sizningcha? Darhaqiqat Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning aynan mamlakatimizga tashrifi bu hozir bejizga yetmadik bir iqtisodiyot, avvalo investitsiya, xalqaro 4-chi xalqaro Toshkent investitsiya forumi doirasiga ulanib ketyapti va ushbu Slovakiya davlatining bosh vaziri bevosita aynan ushbu 4-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumida ham ishtirok etishi kutilmoqda. Darhaqiqat Slovakiya avvalambor uni iqtisodiyotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, iqtisodiy jihatdan xalqaro valyuta jamg'armasining ma'lumotlariga ko'ra, uni yalpi ichki mahsuloti 140 milliard dollarga yetgan va shu bilan birga endi hudud jihatdan juda katta emas. Masalan, hududi 49 ming kilometr kvadratni tashkil etadigan bo'lsa, aholi soni 5,4 million kishidan ortadi. Va bu degani hudud
hudud va aholi jihatdan katta bo'lishiga qaramasdan, lekin uning iqtisodiy qudrati katta, iqtisodiy jihatdan rivojlangan, investitsiyalarni faol jalb qilayotgan, turizm sohasi, ayniqsa avtomobilsozlik, mashinasozlik tarmoqlari rivojlanayotgan, faol rivojlanayotgan davlat hisoblanadi. Jumladan aytadigan bo'lsak, avtomobil sektori iqtisodiyotda asosiy driver soha hisoblanadi Slovakiyada va jon boshiga avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha Slovakiya yetakchi o'rinni egallaydi. Va hattoki o'sha avtomobilni yillik ishlab chiqarish imkoniyati 1 millionga ham yetgan. Ya'ni 1 milliondan ortiq avtomobil ishlab chiqara olish imkoniyatiga ega davlat hisoblanadi. Buning sababi o'sha Yevropada yirik avtomobilsozlik kompaniyalari, masalan o'sha Volkswagen olamizmi yoki Peugeot, Kia Motors kabi yirik avtomobil kompaniyalari aynan Slovakiya avtomobil bozoriga katta hajmdagi investitsiyalarni kiritgan va bu borada O'zbekiston ham o'zini aynan avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirib boryapti. Hozir bozor diversifikatsiya bo'lyapti. Mana shu joyda aynan Slovakiya O'zbekiston o'rtasida avtomobilsozlikni rivojlantirish bo'yicha ham katta imkoniyatlar bor. Shu bilan birga aytishimiz kerakki, Slovakiya bu tog'li o'rmon hududlari juda ko'p, masalan hududining 40% ga yaqini o'rmonzor tog'li hududlar hisoblanadi va landshafti, ayniqsa shu tog'li hududlari, landshaftlarning rivojlanganligi bu yerda tog' turizmi, sog'lomlashtirish turizmi bo'yicha juda katta imkoniyatlar beradi. Masalan, oddiy o'sha Tatra tog'lari juda bir dunyoga mashhur hisoblanadi. Aynan o'sha tabiiy landshaftlar orqali ko'plab turistlarni jalb qiladi va bu sohada ham O'zbekiston turizmni rivojlantirishda, ayniqsa o'zbek jamiyati vakillarining o'sha Yevropa bozoriga, Yevropaga turist sifatida yoki investor sifatida borishida aynan Yevropa bozori bilan O'zbekistonni birlashtiruvchi maydon sifatida biz Slovakiyani ko'rsak bo'ladi. Nima uchun? Sababi hozir mana Ibrohimjon ham aytdilar, 1993-yilda ham Slovakiya qaytadan tug'ilib, yangi bozor munosabatlariga o'tib, xuddi shunday biz ham o'sha 90-yillarning boshida mustaqillikka erishgandan keyin bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga ilk qadamlarni qo'ygan edik. Mana shu jihatdan Slovakiya O'zbekiston o'zida o'xshash jihatlarni topadi. Yana bir jihatga e'tibor bermoqchiman. Joriy yilning 5-may kuni hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik komissiyasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Shunda bizda investitsiya, sanoat va savdo vazirimizning o'rinbosari hamda Slovakiya Respublikasining iqtisodiyot vaziri o'rinbosarlari bu yig'ilishda ishtirok etib, ayniqsa O'zbekiston va Slovakiya o'rtasida savdo iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichga chiqarish. Birinchidan bu energetika tizimini rivojlantirish, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, tog'-kon sanoatini rivojlantirish bo'yicha ham kelishuvlar imzolangan. Ibrohimjon, mana yuqorida mana shu O'zbekiston Slovakiya o'rtasidagi diplomatik aloqalar haqida qisman bir ma'lumot berdik-da. Bu diplomatik aloqalar mana juda tarixiy juda uzun bo'lgani yo'q. Mana 1992-93-yillar oralig'ida bundan keyingi davrlardan bir qiyoslab ko'rsakda, oxirgi 7-8 yil bilanda qanday bir o'zgarishlar bor? O'zbekiston Slovakiya o'rtasidagi diplomatik aloqalarning rivojlanishida qanday bir o'zgarishlar kuzatilyapti? Umuman bunday siyosiy muloqotlarni yangi bir bosqichda mustahkamlanish ikki davlat uchun nima beradi? O'zgarishlar ikki darajada bor, ya'niki mintaqa darajasida va global darajada. Mintaqada nima o'zgardi? Bilamizki, 17-yillargacha Markaziy Osiyo mintaqasi dunyo uchun qaysidir ma'noda bir chekka periferiya hisoblanardi. Mafhum hududida, chunki u yerdagi 5 davlat bir-biri bilan suv masalasida, energetikada, hududlar masalasida juda ko'p nizolari bor edi. Va u yerga pul tikish, ular bilan hamkorlik qilish xavfliroq edi. Ya'niki hech qanaqa stabillik yo'q edi. Lekin butun dunyo tan olyapti, davlat rahbarining irodasi bilan, ya'ni geosiyosiy vaziyatga to'g'ri baho berilib, qaysidir ma'noda birinchi qadam qo'yib, mintaqani jipslashtirib, undagi barcha muhim muammolarni hal qilgan holda yagona bozor, yagona mintaqa, yagona ovoz yaratildi-da Markaziy Osiyoda. Shu jihatdan tabiiy ravishda butun dunyo uchun stabil, katta bozor bo'lgan, tinchlik bor hudud jozibadorligi oshadi va biz ko'rib turibmizki, so'nggi yillarda juda ko'p davlat rahbarlari mintaqamizga kelishyapti. Global darajaga chiqsak, dunyo ko'p qutblik holatiga o'tyapti va davlatlar o'ziga tanlov qidirishyapti. Misol uchun bir davlatga hozir energetika masalasida tayanishimiz
shubha ostida qolyapti birgina davlatga degan ma'noda. Bundan tashqari juda ko'p sohalarda va yo'nalishlarda va shu nuqtai nazardan biz yuqorida aytdik, O'zbekiston o'ziga barcha mintaqalarda tanlov qidiryapti deganimizdek, xuddi Slovakiya ham o'zini energetika masalasida yoki ba'zi bir jihozlar yoki mahsulotlarni importida ham tanlov xohlaydi siyosiy mustaqilligi uchun. Va shu nuqtai nazardan ikki davlatni siyosiy mustaqilligini, iqtisodiy mustaqilligini saqlab qolish uchun xohishlar mushtarakligi borda. Shu nuqtai nazardan ularning manfaatlari to'g'ri keladi. Undan tashqari juda ko'p oliy darajadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti darajasida, Yevropadagi Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa kelishuvlarda ikki davlat bir-birini doimo tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu ham bir-biriga bo'lgan bir simpatiya, empatiya deymiz bundan tashqari. Va yana bir muhim jihat, Slovakiya bosh vazirini, ya'ni ijro hokimiyatining rahbari O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan investitsion forumga kirishi bu forumning darajasini belgilaydi-da. Ya'niki shunaqa ko'p sonli oliy darajadagi mehmonlar bu davlatga, bu forumga ishonch bildirib, qiziqish bildirib kelyaptimi? Demak, bu yerda bir katta natijalar, katta raqamlar bo'ladi degan bir xulosa uyg'otadi. Mana hozir Toshkent xalqaro investitsiya forumiga bog'lanib ketyapti-da muloqotimiz. Bevosita mana shu oliy darajadagi uchrashuvlar, mana shu xalqaro tadbirga ham bevosita bog'lanib ketyapti. Men bermoqchi bo'lgan navbatdagi savol bevosita mana shu Slovakiya bosh vazirining O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida endi ko'p tomonlama, ikki tomonlama kelishuvlar, hujjatlar imzolanishiga shak shubha yo'q. Bu kutilayotgan bir voqelik. O'zbekistonni, Slovakiyani qanday bir iqtisodiy tarmoqlari bilan hamkorlik qilish manfaati yoki Slovakiya O'zbekistonni qaysi bir tarmoqlardan manfaat qidiryapti hozir? Darhaqiqat hozirda O'zbekistonda ayniqsa yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, ya'ni qayta tiklanadigan energiya manbalarini taraqqiy ettirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Mana shu jihatdan Slovakiyani tajribasidan foydalansa bo'ladi. Shu bilan birga mashina sozlikni rivojlantirish, farmatsevtika, qurilish sohasini rivojlantirish hamda o'sha turizmni rivojlantirishda ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha yaxshi istiqbolli bir imkoniyatlar mavjud. Mana hozir sanoatni 50% tashkil etar ekan, statistik raqamlarda beryapti. Albatta, sanoat bu o'sha yalpi ichki mahsulotni 40-50% gacha yetadi. Endi hozir mana o'zingizdan bejiz aytmadingiz, 4-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi bu 2022-yildan beri an'ana bo'lib qoldi. O'tgan yilgi Toshkent xalqaro investitsiya forumida rekord darajadagi 26,6 milliard dollarga yaqin investitsiya shartnomalari imzolangan edi. Va oxirgi 3 ta investitsiya forumini umumiy agar shartnomalarni oladigan bo'lsak 44 milliard dollardan oshdi. Bu O'zbekiston uchun umuman kelgusida biz o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida iqtisodiyotimizning hajmini, ya'ni yalpi ichki mahsulotni 200 milliard AQSh dollariga yetkazish bo'yicha vazifalar qo'yilgan. Bu vazifaga erishish uchun esa iqtisodiyotni har yili kamida 5-6% o'sishga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun esa faol investitsiya siyosati zarur bo'ladi. Global tendensiyalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, masalan o'sha FDI deydi, Foreign Direct Investment, bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni dunyo bo'yicha hajmi 2024-yilda 1,4 trillion AQSh dollarini tashkil etdi. Lekin bu yerda e'tiborli jihati shundan iboratki, rivojlanayotgan mamlakatlarga kirayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oxirgi 2 yil davomida 2023-2024-yilda pasayish tendensiyasiga ega bo'ldi. Ya'ni 2% ga kamaydi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston rivojlanayotgan mamlakat sifatida investitsiyalarni faol rivojlantirib boryapti. Hattoki hozirda bizda jalb qilinayotgan investitsiyalar tarkibida ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, chet eldan jalb qilinayotgan texnika, texnologiyalarni o'sishi nihoyatda yuqori ahamiyat kasb etyapti va yuqori darajaga chiqdi. Mana bunda ayniqsa Yevropa ittifoqiga jumladan GSP+ dasturini biz esga olishimiz zarur. GSP+ nima edi? Ozgina men ta'rif berib ketaman. Shu General Scheme of Preferences deydi, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun Yevropa bozoriga kirish imkoniyati. Biz masalan O'zbekiston uchun 6200 dan ortiq tovar mahsulotlarimizni Yevropa bozoriga eksport qilish imkoniyati yaratildi. Imtiyozlar berildi bozorga kirish uchun. Bu esa endi demak O'zbekiston nafaqat Fransiya, Germaniya, Italiya kabi, balki kichikroq o'zimizga bir massasi
iqtisodiy ko'lami, aholisi nuqtai nazaridan yaqinroq bo'lgan Yevropa davlatlari bilan ham aloqalar kuchayotganligi bu O'zbekistonni butun Yevropa ittifoqi darajasida alohida e'tirof etilayotganligini ko'rsatadi. Mana Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuvlar Bejga tashkil qilinmayapti. Yevropa ittifoqining faol a'zosi sifatida Slovakiya Respublikasining o'ziga yarasha bir o'rni bor. Men bermoqchi bo'lgan Ibrohimjon sizga savol, O'zbekiston Slovakiya munosabatlarida mana oliy darajadagi uchrashuvlar bo'lyapti. Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda qanday bir ta'siri bor? Qanday bir o'rinni ko'ryapsiz? Ikki davlat yetakchilarining oliy darajadagi bunday uchrashuvlarni. Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi o'sha munosabatlarni, aloqalarni mustahkamlanishida. Ushbu savolingizga javob berar ekanmiz, bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Yuqorida ham juda ko'p aytdik. O'zbekiston Yevropani, misol uchun Yevropada Inner Six, ya'niki Yevropani ta'sis qilgan 6 davlat tayanib qolib, eng katta iqtisodiy siyosiy nuqtai nazardan katta davlatga tayanib qolmasdan boshqa Yevropani tashkil qiluvchi boshqa davlatlar bilan ham teng aloqalar o'rnatishga harakat qilyapti. Ya'niki siz agar Yevropa bozoriga kirmoqchi bo'lsangiz, siz misol uchun birgina Vengriya yoki birgina Polshaga yoki birgina Slovakiyaga tayanib qolsangiz, siz u davlatlarga qaysidir ma'noda bog'liq va qaysidir ma'noda ularni siyosatiga hamohang bo'lishga qaysidir ma'noda majbur bo'lib qolasiz. Sizda tanlov bo'lsa, ya'ni Yevropaning barcha juda ko'p davlatlar bilan aloqangiz bo'lsa, sizda doimo tanlov bor va buni ular ham bilishadi. Bejizga menimcha Yevropaning juda ko'p rahbarlari aynan O'zbekistonga birinchi safarini uyushtirmayapti, chunki siyosiy puls, ya'niki Markaziy Osiyoda siyosiy kayfiyatni, uni u yerdagi tashqi siyosiy vektorni qaysidir ma'noda belgilab beruvchi davlatlardan, asosiy davlatlardan biri O'zbekistonligi butun dunyo tomonidan his qilinmoqda va tushunilmoqda va shuning uchun iqtisodiy aloqalarda va Markaziy Osiyoning xavfsizligi yoki tashqi siyosiy munosabatini shakllantirish, anglashda O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilyapti deb o'ylayman va O'zbekistonni Yevropa bilan yaqinlashuv bu faqatgina O'zbekiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham manfaatli, chunki O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan ochiq chegaralar, ochiq savdo bitimlariga va kelishuvlarga ega, ya'niki O'zbekiston ko'rayotgan manfaat moddiy bo'ladimi, siyosiy bo'ladimi, albatta butun mintaqaga ta'sir qiladi. Va O'zbekistonga bo'lgan munosabat Slovakiya tomonidan bo'ladimi yoki boshqa bir Yevropa davlati tomonidan bo'ladimi, bu asta-astalik bilan Yevropaning munosabatini shakllantiradi O'zbekistonga. Shuning uchun O'zbekistonni qaysidir ma'noda Markaziy Osiyoning shu yadrosi markazi sifatida, siyosiy markaz sifatida ko'rilyapti deb o'ylayman. Statistik ma'lumotlarda aytib o'tilyapti, Slovakiya Respublikasining iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi 60% tashkil etishi qayta-qayta ta'kidlanadi. Bu bevosita turizm bilan bog'liq ekanligi, bu alohida e'tibor qaratilyapti-da. Ikki davlat o'rtasidagi oliy darajadagi uchrashuvlarda bevosita mana shu turizm sohasidagi hamkorlik masalasi ham kun tartibida turganligi ma'lumotlarda qayd etilyapti. Sizning munosabatingiz O'zbekistonning turizm sohasidagi bir yondashuv butunlay o'zgardi. Bu yo'nalishda ikki davlat hamkorlik qilsa nima yutadi, nima qanday bir natijalarga erishish mumkin? Slovakiyaga qanday bir manfaati bor yoki O'zbekistonga qanday bir manfaati bor? Mana shu turizm sohasidagi hamkorlikni mustahkamlanishi. Haqiqat O'zbekiston ham kelgusida turistlar sonini 10-15 milliongacha yetkazish bo'yicha alohida vazifalar belgilangan. Shu nuqtai nazardan Slovakiya avvalambor aytib o'tdim, tog' turizmini rivojlantirish bo'yicha juda kuchli, katta imkoniyatlarga ega o'sha Tatra tog' tizimlari va shu bilan birga Slovakiyada qadimiy binolar, tarixiy inshootlar ko'p. Va O'zbekistonda ham o'z o'rnida tog' turizmini rivojlantirish, o'ziga xos iqlimiga, tog'li hududlari, o'ziga xos chiroyli tabiatiga ega davlat. Shu bilan birga mamlakatimizda o'sha ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ham o'sha madaniy turizm deymiz, boyaga diniy, ma'naviy qadriyatlarni o'zida aks etadigan inshoot obidalarimiz juda ko'p. Mana shu sohada Slovakiya, O'zbekiston o'zaro turizm sohasini rivojlantirishda yaxshi salohiyatga ega. Avvalambor O'zbekistonga tashrif buyurayotgan turistlar soni qo'shni mamlakatlar bilan birgalikda o'sha Yevropadan kelayotgan turistlar sonini ko'paytirishda ayniqsa Slovakiya alohida maydon vazifasini bajarishi mumkin. Shu bilan birga men alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Endi bizni milliy jamiyat a'zolarimiz, yurtdoshlarimiz ham oxirgi yillarda xorijga chiqish juda ko'paydi. Mana o'zimiz o'sha do'stlarimiz, birodar, mahalladosh ko'radigan bo'lsak, juda ko'p o'sha xorijga tashriflar, turist sifati ketayotganlarni ko'rishimiz mumkin. Bu demak o'sha O'zbekistonda ham hayot darajasi yuqorilashib, daromad oshib borayotganligini ko'rsatadi. Va bunda Yevropaga, ayniqsa Slovakiya orqali turist bo'lib borish O'zbekistonga katta imkoniyatlarni yaratadi. Siz mana Yevropa davlatida
ilm olgansiz, ta'lim olgansiz Italiyada, Yevropa ittifoqining a'zosi sifatida Slovakiyani ham o'ziga yarasha bu ittifoqda katta bir o'rni, mavqei bor. Texnologik, innovatsion texnologik davlat sifatida ham mutaxassislar ta'kidlashadi-da. Ta'lim, ilm, fan sohasida hamkorlik ham kutilyapti oliy darajadagi uchrashuvlarda. Buni qanday bir ahamiyati bor O'zbekiston uchun? O'zbekistonning bu yo'nalishdagi siyosatiga qay darajada mos? Bunday bir hamkorlikni o'rnatilishi nimalar olib keladi bu hamkorlikning mustahkamlanishi sizningcha? O'zbekiston tashqi siyosatining yana bir muhim elementi tashqi siyosat iqtisodiy manfaatga asoslanishiga qaramasdan u strategik nigohga ega. Qaysi ma'noda? Har bir davlat tashrifi yoki har qanday iqtisodiy bitim o'zini yonida birgalikda ilmiy texnologik salohiyatni ham birga olib yuribdi. Ya'niki har qanaqa investitsiya jalb qilish yoki hamkorlikni yo'lga qo'yishda albatta biron bir oliy ta'lim muassasasi, universitetlar bilan, qanaqadir ilmiy markazlar bilan aloqa o'rnatilib, O'zbekiston bilan kooperatsiya masalasi ko'rinyapti. Ya'niki O'zbekiston tushunyaptiki, O'zbekistonning kelajagini, O'zbekistonning texnologik potensiali va imkoniyatlari belgilab beradi. Va shu nuqtai nazardan yuqorida Bobur aka ko'p bizga ma'lumotlar berdilar. Ya'niki mashinasozlik bo'ladimi, farmatsevtika bo'ladimi, ya'niki aniq fanlarga asoslangan sohalarda Slovakiyadan o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Va shu nuqtai nazardan O'zbekistonda balkim Slovakiyani ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, oliy o'quv yurtlari bilan dual, ya'niki almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yish istiqboli baland. Va yuqorida yana aytilgandek, bizda o'xshash rivojlangan sohalarimiz ko'p. Misol uchun shu mashinasozlik bo'ladimi? Yaqinda bir ma'lumot o'qidim. O'zbekiston migratsiya agentligi Slovakiyaga tashrif buyurgan va u yerga O'zbekistondagi kvalifikatsiyaga ega, bilimga, qobiliyatga ega kadrlarni yaxshi maoshli ishlarga jo'natish masalasi ko'rilgan. Shu nuqtai nazardan bizga Slovakiya juda ko'p jabhalarda o'sha ilmga yoki ta'limga asoslangan fundamentga ega sohalarda jozibali deb hisoblayman. Rasmiy tashrif doirasida mehnat migratsiyasi masalasi ham bejizga kun tartibga qo'yilmaganda. Bu yo'nalishda ham agar hamkorlik o'rnatilsa, mamlakatimiz uchun ham, umuman Slovakiya uchun ham bir ahamiyatli jihatlar ko'p buni. Qanday bir xulosaviy fikrlar aytsak bo'ladi? Albatta mavzu juda ham dolzarb, ba'zi bir jihatlar to'xtalyapti. Migratsiya masalasi ham alohida o'ta dolzarb masala hisoblanadi kun tartibida. Chunki O'zbekiston bizning iqtisodiyotimiz mehnat resurslariga boy mamlakat hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan oxirgi yillarda mana tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha maxsus agentligimiz alohida siyosat olib boryaptiki, endilikda bizni mehnat resurslarimiz, kadrlarimiz faqat bir mamlakatga, bir davlatgagina emas, balki keng ko'lamda Yevropa ittifoqi mamlakatlari, xususan Slovakiyaning eng muhim bir katta bir imkoniyati shundan iboratki, yashash nisbatan boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda arzon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham ta'lim nuqtai nazaridan ham arzon, cho'nchakbop ta'lim olish imkoniyati va Yevropa standarti. Yoshlarimiz o'sha universitetlarda, oliy o'quv yurtlarida, Slovakiyada ta'lim olib, arzon ta'lim olish bilan birga butun Yevropa ittifoqi 27 ta Yevrozona mamlakatlariga eshiklar ochiladi. Va shu Yevropa standarti darajasidagi hayotni, ta'limni, ilmni oladi. Va ayniqsa shu migratsiya siyosatida ham Slovakiyaga borib ishlayotgan mehnat resurslarimiz, kadrlarimiz shu Yevropa darajasidagi yuqori maoshlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi va men o'ylayman, bu o'sha migratsiya siyosatidagi diversifikatsiya qilish imkoniyatini ham aynan Slovakiya bilan munosabatlar ochib beradi. Quvonarli holat, ya'niki O'zbekistonni siyosiy tashabbuslarini oliy darajada, yuqori darajada qo'llab-quvvatlovchi g'arb davlatlarining soni yana bittaga ko'payyapti. Bu biz uchun ijobiy holat va bu tashqi siyosatimizni qaysidir ma'noda to'g'ri yo'ldaligini, to'g'ri vektordaligini bir isboti deb o'ylayman va bu biz uchun qaysidir ma'noda odatiy holga aylandi. Davlatimizga Yevropadan bir oliy darajadagi mehmonlarni kelishi ko'nikib qoldik, ajablanmayapmiz. Oldinlari bir u kelibdi deb bir baland ovozlar bilan gapirardik. Ya'ni bu biz uchun odatiy holga aylandi va bu menimcha shu bizni tashqi siyosatimizni yana bir marta aytaman, to'g'ri yo'ldaligini isboti. Rahmat tashrif uchun, bildirgan fikrlar uchun. Biz navbatdagi dasturlarimizda ushbu mavzudagi ko'rsatuvlarimizni efirga uzatishni davom ettiramiz. Aytadigan xulosaviy fikrlar so'nggi yillarda O'zbekiston tashqi siyosatining ochiqligi va pragmatik yondashuvi natijasida xalqaro hamkorlar soni ortib boryapti. Slovakiya bilan munosabatlar ham ana shunday samarali rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Slovakiya Respublikasi bosh vazirining mamlakatimizga tashrifi nafaqat ikki tomonlama hamkorlikni, balki O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini ham yanada oshiradi. Bu kabi tashriflar mamlakatimizdagi islohotlar, ochiq iqtisodiy muhit va tashqi hamkorlik siyosatining samarasi sifatida alohida buni ta'kidlash kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.